Bittasi kelibdi yonimga. Akam bilasizmi kimman deydi. Kimsan desam qo'shiqchiman deydi. Meni ko'rganmisiz desam, aytib yo'q. Meni ko'rdingizmi deydi. Lekin men qancha kliplar oldim, konsertlar berdim. Lekin mashhur bo'lolmadim deydi. Men aytdim, "Mana seni ko'rmaganman ukam." "Aka" deydi, "Otamning molini ham, qo'yini ham sotdim. Lekin mashhur bo'lolmadim. Nima qilsam bo'ladi aka, maslahat bering" deydi. Qarab turdim, nima aytibdi, zo'r maslahat beraymi senga? "Aka bering" dedi. "Xohlaysanmi odamlar seni eshigingni tagiga shu kunlab, haftalab kerak bo'lsa oylab yotadi. Seni bitta ko'rish uchun." "Aka" deydi, "bu Michael Jacksonning ham orzusi bo'lgan-ku" deydi. Men aytdim, "Voy, sen shunday bo'lasan. Qanaqasiga?" Men aytdim, "Tabiblik qilasan." Mana yo'q, mana eshitdim, men oldin odamlar ish yurishmasa artistlik qilardi. Hozir tabiblik qilyapti. Yo'q, qo'limdan keladi. Qanaqasiga deydi. Men o'zim mana tushuntiraman dedim. Mana bemorlar shunday kelganda, shu bemorlarning oldiga nima bo'lyapti deb chiqib kelasan. Mana qo'shiqchilar sahnaga qani balkon deb chiqib keladi-ku, sen nima bo'lyapti deb chiqib kelasan. Mana shu belim og'riyapti deydi. Shatta shuna belni ushlaysan. Ya ayolmi erkakning farqi yo'q, shu. Ha, shu. Shu ushlaysan-da, shuni bir silab endicha deysan. Ikkinchi gaping mana shu, endicha. Birinchisi nima bo'lyapti? Ikkinchisi endicha deysan. Mana seni fishka gaplaring bo'lishi kerak. U ham, "Voy, qo'yib yuborganday bo'ldi og'riq" deydi. Mana shu turishda keyin ketaveradi, tushundingmi? Eng asosiysi yoningga bittasini qo'yib qo'y, mana videoga olib tursin seni. Bolni videoga olib internetga bosib tursin, tushundingmi? Lekin ko'rib qarabsanki, butun dunyoga mashhur bo'lasan. Odamlar, qanaqa joylardan kelasan uni bilasan? Sen nafaqat sen, butun mahallang seni orqangdan ko'radi. Aha, keyin mana olgan kliplaring bo'ldi-ku, o'sha bergan konsertlaring. Ular ham keyin internetda aylanib yuradi. Men aytdim, "Divoynoy mashhur bo'lasan. Ham tabiblik tomonlama, ham qo'shiqchilik tomonlama." Ha, bo'ldi aka deb ketdiki, xursand bo'lib, bo'ldi shu ishni qilaman. Shuning uchun men ish yurishmayotgan qo'shiqchilar, siqilmanglar, yo'llari bor.